love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Assalomu alaykum Arzon bozor Rus kanalining obunachilari. Bugun kanalimizda 16 xil mashinalar narx-navo to'g'risida bo'lib o'tadi va Spark variantga chiqqan salon mashina juda ham yaxshi. Videoni so'ngida. Sizlardan iltimos qilib qolgan narsam shu videoni do'stingizlarga tarqatinglar va like bosib qo'yinglar. Like bosishinglarni iltimos qilib qolaman. Videomizni boshladik. Spark birinchi pozitsiya yili 2011. Probegi 334 ming yurgan. Oldi kriloga kraska. Kraska sepilgan, ichiga o'tmagan. Yonilg'isi benzin, gaz baloni yo'q, gaz balon qo'yilmagan. Benzinda yurgan. Narxi 4300. Manzili Toshkentda. Nomerlari 93lik kodi bilan 541 02 05. Mashinamizning holati yaxshi, haydashga yaroqli. Ozgincha kraskasi bor, ammo ichiga o'tmagan. Bemalol telefon qilib, narxini kelishib sotib olsanglar bo'ladi. Shunday qilib keyingi mashinamizga o'tamiz. Lacetti ikkinchi pozitsiya, 1.8 motor. Yili 2011. Probegi kelsa, probegi 105 ming yurgan. Kraskasi ozgincha bor. Yonilg'isi benzin, gaz baloni yo'q, gazda yurmagan. Narxi 7800. Manzili Toshkent shahrida. Nomerlari 90lik kodi bilan 982 91 96. Mashinamizning holati yaxshi, haydashga yaroqli. Nomerlariga bemalol telefon qilib, narxlarni kelishib sotib olsanglar bo'ladi. Keyingi mashinamizga o'tamiz. Nexia 3 4-pozitsiya, yili 2020. Probegi 6,5 ming yurgan. Kraskalari toza, kraska qilinmagan. Yonilg'isi benzin, gaz baloni yo'q, benzinda yurgan. Narxi 9300. Manzili Toshkentda. Nomerlari 99lik kodi bilan 865 36 85. Mashinamizning holati yaxshi, haydashga yaroqli yangi mashina. Bemalol telefon qilib, narxlarni kelishib, yana tushirib sotib olsanglar bo'ladi. Mashinamizning holati zo'r. Keyingi mashinamizga o'tamiz. Cobalt 2-pozitsiya, Euro. Yili 2019. Probegi 25 ming yurgan. Kraskalari toza, kraska sepilmagan. Yonilg'isi benzin, gazda yurmagan, gaz baloni yo'q. Narxi 9700, kami bor. Manzili Farg'onada. Nomerlari 91lik kodi bilan 672 74 77. Ikkinchi nomerlari 90lik kodi bilan 363 15 72. Mashinamizning holati yaxshi, haydashga yaroqli yangi mashina. Bemalol telefon qilib, narxlarni kelishib sotib olsanglar bo'ladi. Keyingi mashinamizga o'tamiz. Cobalt 1-pozitsiya. Yili 2013. Probegi 146 ming yurgan. Orqa chap kriloda Pinto bor, ozgincha. Yonilg'isi benzin va 4-pokoleniya gaz baloni bor. Narxi 7400, kami bor. Manzili Toshkentda. Nomerlari 93lik kodi bilan 566 06 05. Mashinamizning holati yaxshi, haydashga yaroqli. Gaz balonlari bor, 4-pokoleniya. Bemalol telefon qilib, narxlarni kelishib sotib olsanglar bo'ladi. Lacetti 3-pozitsiya. Yili 2011. Probegi 96600 yurgan. Kraskalari toza, kraska qilinmagan. Rangi oq, polik chexol yengi qo'yilgan. Yonilg'isi benzin va gaz baloni bor. Narxi 7500, srochni. Manzili Toshkent shahrida. Nomerlari 94lik kodi bilan 686 48 58. Mashinamizning holati yaxshi, gaz balonlari bor, polik chexol qo'yilgan yengi. Bemalol telefon qilib, narxlarni kelishib, yana tushirib sotib olsanglar bo'ladi. Keyingi mashinamizga o'tamiz. Matiz Mix yili 2007, probegi 294500 yurgan. Kraskasi bor 10%, orqa kriloda. Yonilg'isi benzin, gaz baloni yo'q, rangi oq. Narxi 3200, kami bor. Manzili Toshkentda. Nomerlari 99lik kodi bilan 605 72 99. Mashinamizning holati yaxshi, haydashga yaroqli, zo'r mashina, ozgincha kraskasi bor, ammo narxlarni kelishib sotib olsanglar bo'ladi. Keyingi mashinamizga o'tamiz. Keyingi mashinamiz Lacetti 2-pozitsiya, yili 2012. Probegi 110 ming yurgan. 2-3 ta joyda kraska bor, kichkina. Qirilgani uchun kichkina 2-3 ta joyga sepilgan. Yonilg'isi benzin, narxi 8000. Manzili Toshkentda. Nomerlari 99lik kodi bilan 011 58 58.
Mashinamizning holati yaxshi, ozgincha chaqa-chuqiga kraska sepilgan. Ayblari yo'q, haydashga yaroqli mashina. Bemalol nomerlariga telefon qilib, narxini kelishib sotib olsanglar bo'ladi. Keyingi mashinamiz Spark 4-pozitsiya. Yili 2014. Probegi 107 ming yurgan. Kraskalari toza, kraska sepilmagan, rangi oq. Yonilg'isi benzin, gaz baloni yo'q, gazda yurmagan. Narxi 5900. Manzili Toshkent shahrida. Nomerlari 97 lik kodi bilan 701 5202. Mashinamizning holati yaxshi, haydashga yaroqli, kraskalari yo'q, faqat benzin yurgan. Bemalol telefon qilib nomerlariga narxini kelishib sotib olsanglar bo'ladi. Keyingi mashinamiz ham Spark 2-pozitsiya, yili 2015, 75 ming yurgan. Yonilg'isi benzin, kraskalari toza, tonirovkalarga ruxsati bor. Navorotli qilingan, navorotlari bor. Narxi 5700. Manzili Toshkentda, nomerlari 99 lik kodi bilan 846 0050. Mashinamizning holati yaxshi, navorotli qilingan, diskel 4 ta balon diska taqilgan, tonirovka ruxsatlari bor. Bemalol nomerlariga telefon qilib, narxini yana bir marta kelishib sotib olsanglar bo'ladi. Keyingi mashinamizga o'tamiz. Matiz Mix, yili 2013, probegi 180 ming yurgan. Kraskalari toza, kraska sepilmagan, yonilg'isi benzin, narxi 4100, manzili Toshkentda. Nomerlari 97 lik kodi bilan 888 21 84. Mashinamizning holati yaxshi, haydashga yaroqli, kraskalari toza, benzinda yurgan. Nomerlariga telefon qilib, narxlarini kelishib, narxini tushirib, holati haqida yana bir marta gaplashib sotib olsanglar bo'ladi. Keyingi mashinamiz ham Matiz Srochni sotiladi. Yili 2006, probegi 280 ming yurgan, kraskalari bor, ozgincha. Yonilg'isi benzin va metan gaz baloni bor. Narxi 3100 bo'lishi. Manzili Toshkentda. Nomerlari 99 lik kodi bilan 831 92 92. Mashinamizning holati yaxshi, haydashga yaroqli. Benzin va metan gaz balonlar bor. Bemalol nomerlariga telefon qilib, holat haqida yana bir marta gaplashib sotib olsanglar bo'ladi. Mashina zo'r. Keyingi mashinamiz Cobalt 2-pozitsiya, yili 2019. Probegi 19 ming yurgan. Chap krylada kraskasi bor. Yonilg'isi benzinda yurgan, gaz balon qo'yilmagan. Narxi 9 ming. Manzili Toshkent Chirchiqda. Nomerlari 99 lik kodi bilan 995 67 34. Mashinamizning holati yaxshi, haydashga yaroqli. Bemalol nomerlariga telefon qilib, narxlarini kelishib sotib olsanglar bo'ladi. Keyingi mashinamizga o'tamiz. Nexia 2 Dons 1.6 motor, 1-pozitsiya, 2 qilingan. Yili 2009, probegi 456316 yurgan. Kraskasi bor. Yonilg'isi benzin va metan gaz baloni bor. Narxi 4100. Manzili Toshkentda. Nomerlari 93 lik kodi bilan 958 39 89. Mashinamizning holati yaxshi, haydashga yaroqli, narxlari ham yaxshi. Bemalol telefon qilib, narxini yana bir marta tushirib sotib olsanglar bo'ladi. Keyingi mashinamizga o'tamiz. Nexia 1, yili 2003. Probegi 494 ming yurgan. Kraskalari bor, ozgincha. Yonilg'isi benzin va metan gaz balonda yuradi. Metan gaz baloni bor. Narxi 4600. Manzili Toshkentda. Nomerlari 99 lik kodi bilan 899 96 64. Ikkinchi nomerlari 98 lik kodi bilan 888 10 18. Mashinamizning holati yaxshi, haydashga yaroqli, gaz balonlari bor. Bemalol telefon qilib, narxlarini kelishib sotib olsanglar bo'ladi. Mana o'sha Spark 2-pozitsiya 2020, probegi salondan uyga yurgan, yonilg'isi benzin, rangi oq. Variantga beriladi. Boshiga 2000 yoki 2500, qolgani kelishiladi. Faqat nomerlari 94 lik kodi bilan 680 72 57. Boshiga 2000-2500 beriladi, qolgani kelishiladi. Sparkimiz yangi salondan uyga yurgan, salon mashina. Mashinamizning holati yaxshi. Nomerlariga telefon qilib, narxini kelishib, variantga olsanglar bo'ladi.
Mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz mana shulardan iborat. Sizlar bilan yana keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar deyishdan oldin videoga like bosib qo'yib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Shunda bizdan doimo o'tkazib yubormasdan ko'rasizlar. Sizlardan faqat yana bir marta iltimos qilib qolgan narsam videoga like bosib qolinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.